Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Nexia 2 gibrid avtomobili. Bu benzinga yurmay kelgan. Benzinga yurgizmoqchi bo'lganimizda injektorlarda impuls yo'qolib qolayotgandi. Injektorlar tozalandi, nasos davleni hamma narsa ko'rildi, foydasi bo'lmadi. Undan keyin diagnostika ulanib, diagnostika HPga ko'rildi. HPda hech nima chiqmadi. HPga hech nima chiqmagandan keyin aybni parametrlardan izlashga tushdik. Parametrlarni izlash davomida Skors avtomobil Malagazda 0 da turishi kerak. Bu 250-255 da turgan ekan. O'sha narsa Skors datchik pameh berib qolsa ham, ichki zamgana qilib qolsa ham, Skors datchik xalostoy turganda ko'tarilib ketib, injektorga impuls chiqarmay qo'yar ekan. Kim agar shunaqa muammoga duch kelsa, bizga o'xshab soatlab vaqt ketmay osonroq topsin deb shu videoni qilishga qaror qildik. Salomat bo'lasizlar.